Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Kecha 12 fevral kuni yomg'irlar yog'ib, cho'lchanglarimiz hamma joyga chiqib ketdi. Hozir ertalabda mana cho'lchanglarimizni yig'ishtirib oldik. Mana shu idishimizda mana shuncha cho'lchang chiqdi. Hozir mana yo'llardan hammasini terib oldik. Yo'laklarga, hamma joylarga, past joylarga cho'lchanglarimiz kirib ketib qolgandi. Mana bir qancha cho'lchanglar hozir terib oldik. Va pana joylarga kirib ketadi. Mana shuni cho'lchanglarimizni iloji yo'q ertalabda terish kerak. Termasa cho'lchanglarda yo tanasi qurib, ular nafas ola olmay yo o'lib ketadi, yo bo'lmasa qushlar terib cho'lchanglarimizni qushlar yeyishi mumkin. Mana bunaqa ishda ham tayyor bo'lish kerak. Mana bunaqada cho'lchanglarni pana joylarga cho'lchanglarimiz kirib ketib oladi. Mana bu yerga tashlab yuboramiz. Plyonkamız ham tayyorda mana. Bunisi g'ishtdan hozir. Bunikini ham ko'raylikchi. Mana bu g'ishtda ham mana shuna pana joylarga mana kirib oladi-da ular. Mana bunaqa joylarda cho'lchanglarni. Mana shunaqa qilib g'ishtlarda ham mana g'ishtda ham ko'rsataymi? Mana qilib mana tayyorlarga kirib oladi mana pana joylarga. Shunaqa qilib g'ishtlarni panalar g'ishtlar shetda turibdi, cho'lchanglarimiz pastga tushib ketadi. Qolgan joylardan terib oldik. Mana yo'laklarda g'ishtlar turgan, ana shu g'ishtlarni ham tayyorladi, juda ko'p edi. Hammasini terib oldik. Yomg'irda iloji ular terish kerak. Termasa cho'lchanglar qushlarga ozuqa bo'ladi, bo'lmasa yo'llarda bekarga o'lib ketadi ular mana. Shuncha cho'lchang. Tayyor bo'lgan begomizlarimizni mana salafalar yozib qo'ygandik, yomg'irdan himoya sifatida mana. Begomizlarimiz hech narsa qilgan yo'q. Agar kilonga yozmasaylik, mana shu begomizimiz ham yomg'irda namlanib, yana ancha vaqtimiz ketadi sergitgani. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.